Salom do'stlar, sizlar bilan yana Iso Gaming. Hozir sizlar bilan mana bu narsani qanday bajarishni o'rganib chiqamiz. Buni bajarish uchun bizga uzoq vaqt kirmagan bir do'stimizning akkaunti kerak bo'ladi. Shu akkauntga bu kodni nusxalashni bosamiz va shu akkauntga kirasizda, u akkauntga kirganda shu yerga kirib turib, tadbirlarda shu yerga kirganingizdan keyin mana bu taklif kodini ulash havolasiga kirasiz. Bu yerda boyagi kopirovat qilgan kodingizni bu yerga kiritasiz va OK tugmasini bosganingizdan keyin shu sovg'alarni beradi va sizlarga ulanadi. Keyin o'sha do'stingizning akkauntida siz har bir o'ynagan o'yiningizda top 20 ichida yakunlasangiz 20+ va har bir o'ldirgan odamingiz uchun 5+ dan olasiz. Kodni ulaganingiz uchun 50+ ham olasiz. Bu 14 kun qolibdi bunga, shoshilib qolamiz. Aytgancha bir do'stingizda faqatgina 200 ballgacha coin ishlab olishingiz mumkin. Shuning uchun ko'proq do'st taklif qiling.